Assalomu alaykum, hurmatli Agro Buxoro kanali kuzatuvchilari, dehqon fermer akalarimiz. Biz 2025-yil 16-aprel chizmasida G'ijduvon tumanida Rauf akamni, doimiy klientimiz Rauf akamni dalasiga kelganmiz hozir. Makkajo'xori urug'larimiz hozir ekilgan. O'sha bu maydoniga 8 gektar yer maydoni ekan, ikkinchi dalasi. Oldingi videomizda aytib o'tganimizdek, bu dalasida fosfor makkajo'xori urug'imizga nihollarimizga fosfor yetishmovchiliklari kuzatilyapti. Aksariyat makkajo'xori tuplarida hozir kuzatilgan. Shuni fosfor yetishmovchiligini qayerdan bilsak bo'ladi? Fosfor yetishmovchiligida o'rtacha dehqon akalarimiz mana makkajo'xori ozgina yaqinroq olib keling. Makkajo'xori mana pushti rangga kirib, barglari mana shunday o'zgarib ketadi. Mana bunga hozir 100% fosfor yetishmovchiligidan bo'lyapti. Holatlari ham mana barglari ham pushti rangda bo'ladi. Mana bu dalamizda juda ham ko'p ekan. Mana makkajo'xori anavlarimiz buni chiqgan yerdan unib chiqqaniga gidita bir haftaga yaqin bo'lib qolibdi. 5 kun, bir hafta. Mana ko'p, juda ham ko'p tupida mana fosfor yetishmovchiligi kuzatilyapti bunda. Aksariyat bir 60-50% da ham bo'ladi. Biz hozir Abdurauf akamizga agronom Alisher akam bilan maslahat qilgan holda birinchi o'rinda bargdan suspenziyaga qo'shib fosfori balandroq gel bo'ladimi yo NPKlar bo'ladimi, shuni tavsiya qildik. Keyingi agrotexnikasi hozir karbamid bilan o'zi kultivasiya jarayonini mana boshlab yuborgan. Mana shu karbamid bilan kultivasiyadan keyingi jarayonda biz fosforli mikro elementlar ili NPKlar bilan bargdan suspenziyani qilib, hozir kultivasiyada o'g'it jarayonidan keyin 4 kun 5 kundan keyin bitta suvni ochib, keyingi kultivatsiyadan oldinroq keyingi kultivasiyani qilib, o'sha jarayonda bir pastiga 250-300 kilodan fosfor ham berib yuborishni tavsiya qildik. Chunki bu dalasida juda ham fosforga ehtiyoj katta ekan. Makkajo'xorimiz bilan 50% даже ziyodroq ham qismi ehtiyoj tupida ehtiyoj bor fosforga. Qolgan anovlari hamma agrotexnikalar vaqtida bo'lyapti. Juda ham yaxshi holatlari. Bir shu dalamizda fosforga yetishmovchilik juda ham kuchli ekan. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Eng muhimi, fosfor yetishmagan holda qanday o'zgarish, ranglari pushti rangga kiradigan bo'lsa, u fosfor yetishmovchiligidan bo'ladi. O'shanga ham amofos, o'zimizda dehqonlar tilida aytganda amofos yetishmovchiligidan bo'ladi. Katta rahmat. Kuzatishda davom etingizlar.